Men Qozog'istonlik dizaynerman. Qozog'istondan keldim. Ko'p kurslarni ko'rdim, lekin ishsiz degan joyi menga qizil yozuvdek tuyulgani uchun shu yerga keldim. Shuncha yo'l bosib kelganimga arzidi deb ayta olaman. To'g'ri, risk qilmasdan kelaversanglar bo'ladi, chunki kurs arziydi. Men Qo'qon shahridan kelib o'qidim. 2025-yilni oldimga qo'ygan birinchi maqsadim hajoma tilda o'qiyman deb o'zim uchun oldimga maqsad qo'ygandim. Mana Allohga shukr, bugun bitiruv kunimiz bo'ldi. 10 kun qanday tez o'tib ketganini bilmay qoldik. Aynan hajoma tilini tanlaganim sababi o'qitish metodikasi, o'quvchilarga bor bilimini mehr qo'shib berishlari rosayam yoqdi. Amaliy nazariy billa bo'ldi. Hamma so'ragan savollarimizga to'liq javob berdilar. 10 kun ichida shu zo'r o'zlashtirdik, patsient qabul qilishni boshladi. Bittada shu tushuntirganlarda o'rgandikda, bor mehrlar bilan o'rgatdilar bizga. Darsga kelishdan oldin to'g'risi hijoma qila olmaymanmi, qila olmaymanmi deb ishonchsizligim ko'p edi. Darsga kelganimizdan keyin avvalambor o'zimizdan boshlagandan keyin ishonchimiz oshdi. Uydagilarimga ham borib qildim. Ular ham xursand. O'quvchilarning tepasida turib, o'rganolmagan, qiynalayotgan narsalarini har bittasini tepasida turib, shu o'zlashtirmaguncha oxirigacha olib bordilar. O'zi 2 kun kech keldim-man, lekin yetib olaman, iltimos dedim, mayli kelavering dedilar. Qizlar 10 kun o'qishgan bo'lsa, men 8 kun o'qidim-da. O'shanaqa bo'lsa ham ularga yetkazib berdilar-da. Biz bugun mana Dilshod opamman hijoma massaj kurslarini bitirdik. O'zimni qiziqtirgan savollarim, menga hamma qiyin bo'lib tuyulgan narsalarni, hamma narsani osonlik bilan Dilshod opam o'rgatdilar. Hamma narsa juda ham tushunarli bo'ldi. Darslarimiz rosa ham zo'r bo'ldi. O'zi oila a'zolarimizga hijoma qilishga ham ulgurdik. Juda ham ko'p bizga yaxshi fikrlar bildirilyapti. Ustozga kattakon rahmatimni aytmoqchiman. Ularni bergan bilimlarini oqlashga harakat qilamiz. Hali o'qish mobaynidayoq shunaqa yaxshi odzivlar oldim. Ya'ni o'zim hijoma qilib, birinchi marta hijoma qilganimda yaxshi odzivlar olib, o'sha duolar qilib, rosa xursand bo'lib ketishdi. Buncha ustozga kattakon rahmat. O'zim ko'nglimda ustozni tanlab topganimdan juda xursandman. Bugun yana bir qancha hajjomalarim o'quv kursini muvaffaqiyatli tamomlashdi. Ularga ulkan zafarlar, muvaffaqiyatlar tilayman. Juda ham pozitivniy, zo'r gruppa bo'lishdi. Olganlarini manfaatli qilsin, foydali qilsin, dunyo va oxiratlariga foydali ilm qilsin. Juda ham xursandman. Kelajakda ishlariga rivoj tilayman, ulkan zafarlar tilayman. Inshaalloh yaqin kunlarda chiroyli hijoma sentrlarini, markazlarini ochganda ilohim ularni tabriklab borishlik menga ham nasib qilsin. Aynan meni tanlab ishonch bildirib kelishganligi uchun alohida rahmat aytaman.